Assalomu alaykum obunachilar, assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana tayyor perseplarimiz ham bor. Buning razmeri 250 ga 150 mol persep. Bortlari 50 sm, reshetkasi 60 sm, poldan 1.10. Balonlar 15 talik. Kobalt stupista qo'yganmiz. Traktor persepini risoldan qo'yganmiz mana. Taglari 76 lik birov turba qo'yganmiz. Mana. Ramalari shu yillar 6,5-3,5 shu yillar. Profillari 2 birlik kalın profillerden. Mana orqa qismi. Ko'rishlaringiz mumkin. Uselenni qilib yasalgan. Mana bu yerda oyoq qo'yib chiqadigan nimalar ham bor. 14 turlik yog'ochlari kalın. Profillar ham kalın. Mana. Ko'rishlaringiz mumkin. Orqa qismini ochib ko'rsataman hozir. Mana orqa qismi ochilgan qismi. Ko'rishlaringiz mumkin. Buning narxini farkoplari ichida 10 milyon 500 ming so'm qilib beramiz. Takalgani o'zi 11 milyon berib turdik. Zanjirigacha bor mana. 1 tonna 600 lik kalın zamuqlari. Xohlasalar sharovoy qilib beramiz ichida. 10,5 milyon so'mga qilib beraman. Balonlar ham normal, o'rta holatda. Ko'rishlaringiz mumkin. Juda baquvvat qilib yasalgan usulenni qilib. Mana bu yerda yana bitta persepimiz bor. 240 ga 140 razmerimiz. Bortlari 40 cm, reshetkasi 70 cm, boldan 1.10. Qalin listlarda, devorlari ham qalin list. Juda baquvvat qilib yasalgan usulenni qilib. Taglari 76 lik birov turba. Mana 76 lik birov turba qo'yganmiz. 15 lik balon. Mana yangi katta boltdan qo'yganmiz. Traktor persep risoldan qo'yganmiz mana. Ko'rishlaringiz mumkin. Juda baquvvat qilib yasalgan. Mana bu yerda 1 tonna 600 lik kalın zamuqlari bilan bu 10 milyon so'm farkoplari bilan ketayotgandi. 9,5 milyon so'mga beramiz. Kelishtirib. 10 milyon so'm ketayotgan. Kimga shunday perseplar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasiz. Mana bu yerda ham perseplarimiz bor. 260 ga 150. 2 tomoslik. Mokriy asfalt svetda. Farkoplari ichida 12,5 milyon so'm qilib beraman. Farkoplari ichida. Traktor persep risollardan qo'yilgan mana. Balonlar yangi holatda, yangi holatda mana. Ko'rishlaringiz mumkin. Yangi balon, bo'sh balon qo'yganmiz. 6,5 ga 3,5 shu yillardan baquvvat qilib yasalgan. 1 tonna 600 lik kalın zamuqlari bilan qo'yganmiz. Zanjirgacha qilib beramiz. Narxi 12,5 milyon so'm qilib beraman. Xohlasalar sharoy qilib beramiz. Kimga shunday perseplarimiz kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilishlari mumkin. Farkoplarini ustanobga qilib beramiz. Tok montajlari bilan bemalol kelaverishingiz mumkin. 2 tonnagacha ko'taradi. 2 tonnagacha ko'taradi. 3 tonnagacha narigisi ko'taradi. 2 tomoslik. Bitta moslik 3 tonna ko'tara olmaydi. Mana bu yerda ham yana bitta mol persepimiz bor. Xohlasangizlar o'sha razmerdan juda baquvvat qilib, usulenni qilib yasaymiz. Taglarda birov turba qilib beramiz. Kantashkada yasaladi mana. Kimga shunday perseplar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.